Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Kavrak biznes kanalimiz doimiy kuzatadigan aka-ukalarimiz. Hozir Surxondaryo viloyatidan bitta mehmon akamiz keldi. Qayerdan Surxondaryodan? Surxondaryo viloyati Uzun tumani. Uzun tumanidan. Bizda shunaqa kuzatar ekan, mana buni qarang. 1 gektariga qancha superfosfat, o'g'it, ammofoz, kaliy, selitra hammasini yozgan. Qarang mana. Kavrak biznes deb biznes plan qilgan. Qarang. Auksiondan yer sotib oldim. Auksiondan yer sotib olgan. Yerni qanchaga sotib oldingiz? Bitta gektarni 30 mi? 35 milliondan sotib oldim. 35 millionga 1 gektar. Undan keyin hozir 29 yil. yana 70 sotik ham bor-da. Opshi 3 gektar bor menda. Opshi 3 gektar. Kavrak plantatsiya qilish uchun bu odam o'zi asli tagi Surxondaryo viloyat Uzun tumanidan, lekin Olmaliqda turasiz. Biz bilan qanchadan beri gaplashib kelasiz? Mana 20.07 dan beri siz bilan aloqadamanda, xullas gaplashib. Qaysi chislo bu? Bu iyun oyi bo'ladi. Iyun oyidan beri biz bilan telefonlashib doimiy konsultatsiya olib kelar ekanlar, lekin kuzatishingizcha Buni shu yilda boshida boshlagan. 1 yil bo'lgan, ha? 1 yildan beri kuzatadi ekanlar. Mana hozir 2 yillik ko'chat ko'ryaptilar. Mana chista uljon. Bizda 2 yillik ham bor, 3 yillik ham bor, 1 yillik ham bor. Bu odam misol uchun hozir kelib mana o'zini biznes planini, moddiy tarafdan sharoitini tushuntiryapti. Shunga qarab to'g'ri yo'nalish ko'rsatamiz. Bu videoni bu odamni yeriga kavrak ko'chat ekmasdan oldinroq YouTube'ga chiqaramiz. Ekish jarayonini ham xudo xohlasa chiqaramiz. Bizni kuzatib boringlar, biz bilan birga bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes qilib turgan aka-ukalar. Bugun mana 22-noyabr sanasida Surxondaryoda katta bir plantatsiya qilyapmiz. Ko'qiston uljon kavrak ko'chatlarini 90 ming dona ekyapmiz. Allohning fazli karomati bilan videoni oxirida qo'yib ketaman. Qanaqa ekilyapti, nima qilinyapti hammasini.